Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga homiladorlik davrida toksikoz og'ir kechsa nimalar qilish kerak degan savolga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Avvalambor to'shakdan turishdan avval bir bo'lak non, pechenye yoki eng yaxshisi quritilgan meva tanovul qilishingiz kerak. Yalpizli choy tayyorlang, unga bir bo'lak limon va biroz shakar qo'shing. Bu qonda glyukoza miqdorini normallashtiradi. Ushbu usullarning barchasi erta davrda yoki so'nggi trimestrda toksikoz alomatlarini bartaraf etishga yordam beradi. Bir bo'lak limon yoki apelsinni shimishingiz mumkin. Nordon mevalar odatda ko'ngil aynishini so'ndiradi. Qanday ichimliklar va sharbatlar ichish kerak odatda? O'simlikli choy, sovuq ichimliklar, oddiy suv, sabzavotli bulyon ham mumkin. Ko'p bo'yoqlardan iborat ichimliklar o'rniga siz o'zida ko'p suyuqlik saqlagan mahsulotlar iste'mol qiling. Ya'ni qovun tarvuz, uzum va zanjabil iste'mol qilishingiz mumkin. Og'ir, achchiq va qovurilgan ovqatlarni bug'da tayyorlangan ovqatlar bilan almashtirishingiz kerak. Bundan tashqari, sut mahsulotlari, meva va sabzavotlar yengil hazm bo'ladi. Oshqozonni zo'riqtirmaydi va salomatlik uchun juda foydali hisoblanadi. Oziq-ovqat mahsulotini iste'mol qilishni bir nechta qismlarga bo'lish va ozroqdan, lekin tez-tez iste'mol qilish kerak. Kun davomida oshqozon bo'sh qolmasligi uchun suxarik, banan yoki olma iste'mol qilishingiz mumkin. Ovqatdan keyin birdan yotish tavsiya etilmaydi. Toksikozning birinchi alomatlari paydo bo'la boshlagach, bir qoshiq asal iste'mol qilishingiz juda ham yaxshi foyda beradi. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.